yilgi Chevrolet Cobalt bu zamonaviylik, ishonchlilik va tejamkorlikni birlashtirgan yangi avlod sedan bo'lib, oz segmentida yana bir bor kuchli raqobatchi sifatida maydonga chiqmoqda. Yangi model dizayni, ichki qulayligi va texnologik yangiliklari bilan har bir haydovchini o'ziga rom etadi. Chevrolet kompaniyasi bu safar Cobaltni yanada jozibali ko'rinishga, samarali dvigatel tizimiga va xavfsizlik darajasining yuqoriligiga e'tibor qaratgan. Avvalo tashqi dizayn haqida gapiradigan bo'lsak, 2026 Chevrolet Cobalt avvalgi avlodlarga qaraganda ancha sportiv va zamonaviy ko'rinishga ega. Old qismi keng radiator panjarasi, LED faralari va aerodinamik shakllar bilan bezatilgan. Yon chiziqlar silliq va harakatlanayotgan paytda avtomobilga dinamik ko'rinish beradi. Orqa qismdagi LED chiroqlar esa avtomobilga premium ko'rinish bagishlaydi. Shuningdek, yangi model 16 va 17 dyuymli disklar bilan taqdim etiladi. Salon ichiga kirgan zahoti, qulaylik va texnologiyaning uyg'unligini his qilasiz. Yangi Cobaltda ergonomik joylashgan boshqaruv elementlari, yumshoq materiallar va keng ekranli multimedia tizimi mavjud. 8 dyuymli sensorli ekran Android Auto va Apple CarPlay tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ovoz tizimi yaxshilangan, orqa o'rindiqlar esa kengroq joy bilan ta'minlangan. Haroratni avtomatik boshqarish, orqa kamera, simsiz zaryadlash va USBportlar kabi funksiyalar haydovchi va yo'lovchilarga qulaylik yaratadi. Texnik jihatdan ham Cobalt sezilarli darajada yangilangan. 2026 yilda u ikkita dvigatel varianti bilan taqdim etilishi kutilmoqda. 1.2 litrli turbo benzinli motor va 1.5 litrli atmosfera dvigateli. Ikkalasi ham tejamkorlik va kuchni muvozanatli ta'minlaydi. Avtomatik 6 pogonali uzatma yoki mexanik variant tanlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Dvigatelning yoqilgi sarfi o'rtacha 6-7 litr atrofida bo'lib, bu uni shahar va trassada harakatlanish uchun juda maqbul qiladi. Xavfsizlik tizimlari ham yangi darajaga ko'tarilgan. 2026 Cobaltda old va yon xavfsizlik yostiqchalari, tormozni elektron nazorat qilish tizimi, ABS, EPT, yo'lni ushlab turish yordamchisi, to'qnashuvni oldini olish tizimi va orqa park sensori kabi funksiyalar mavjud. Bu tizimlar haydovchiga ishonch va xavfsizlik hissini beradi. Narx masalasiga kelsak, 2026 yilgi Chevrolet Cobalt o'z sinfida raqobatbardosh narxda taqdim etilishi kutilmoqda. Boshlang'ich versiyasi taxminan 18 AQSh dollari atrofida bo'lishi mumkin. Yuksak to'plamdagi versiyalar esa qo'shimcha opsiyalar bilan birga 21 dollargacha chiqadi. Bu narxga qaraganda u sifat va imkoniyat jihatidan o'z sinfidagi eng maqbul variantlardan biri bo'lishi aniq. Yakunda aytish mumkinki, 2026 Chevrolet Cobalt bu zamonaviy dizayn, tejamkor dvigatel, yuqori qulaylik va xavfsizlik tizimlarini o'zida jamlagan mukammal shahar sedani. U nafaqat yoshlar uchun, balki oilaviy foydalanish uchun ham ideal tanlov bo'ladi. Cobalt o'zining ishonchliligi, mustahkamligi va arzon texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari